YouTube sizlar bilan men chet eldan obunachilar ahvollar yaxshimi charchamasam yuribsizlarmi? Xo'p, yaqinda kanikul, shuning uchun bugunning o'zidan juda ko'p video olishga harakat qilmoqdamiz. Bu videolarni olib bo'lganimdan keyin o'zim ham YouTube'ga o'tirib ikkinchi kanalimizga, ya'ni Jayzoga yana video olishimiz kerak. U faqat YouTuberlar haqida olinadigan videolar bo'ladi. U yerda kiring, kanalga baho bering va biz videoga olg'a. Obunachilar biz mana spawn bo'ldik. Endi biz boshlaymiz. Bizga iloji boricha ko'proq tosh kerak. Bu yerda masalan bunker qurishimiz ham mumkin. Balki bo'lmasligi ham mumkin. Shuning uchun addushi harakat qilamiz. Men bu televizor ovozini pasaytirib qo'yish kerak. Bolalar, bugun men kechga video ololmayman. Chunki bugun uyda tug'ilgan kun bo'ladi. Toshlar olamiz. Yetadi deymiz, endi chiqib ketamiz bu yerdan. Asta surish kerak endi. Uyimizda вообще yo'q turibdi lekin. Hammaga shunaqa bo'layotgan bo'lsa, videoga like bosinglar. Ukab qilgan poyezd haqida ikkita video joyladim. Obunachi keldi uning orqasidan, normalniy lekin. Faqat pechka yasayotganimga ahamiyat bermadim, chunki bu taraf pechkalar joyida. Ikkita yetmadi, la'natlar bo'lsin. Xo'p, obunachilar, biz endi bugun daraxt ko'chatlardan olib kelib o'zimizni bazamizni oldiga ekib chiqishimiz kerak. Beryoska bor, endi mana savanna daraxtlaridan olamiz. Yoramiz, qo'yamiz. 3 daqiqa. Obunachilar, men yana yangi Let's Play Vyjvaniya boshlamoqchiman. Savanna daraxti bu tog'da bor ekan. Ne ko'rinmadi? Pepe chiqamiz. Qanaqa ko'rmadimi? Bular nimaga tekis o'sgan? Ko'chat tushsin endi. Ko'chat nefiga tushgan. Savanna daraxtlari hali ko'p o'tdi. Shuning uchun innovatsiyalar qilmaymizda, pastga-sekin tushamiz. Bizga kon kerak endi. Yo'q, birinchi o'rinda огород ishlari bilan shug'ullansak bo'ladi.
Bizga tezlik bilan suv kerak. Lekin menda paqir yo'q-ku. O'rtasini olib tashlaymiz. Xo'sh. Endi sekin joylab chiqamiz. Kurtgan bo'lsa bu hech narsa yo'q, lekin zabur yopish qoladi. Noyam derdik. Nimadir deyish kerak. Biz demaymiz. Ko'rsan, uni o'chir. Obunachilar biza qaytdik. Bizga zabor kerak edi, zabor yetmadi. O'n sakkizta yetib qolish kerak. Olib tashlaymiz o'rtasini. O'rtasiga suv quyishga bizga hozir lopatka kerak. Hayli endi. Mana zini ortib qolgan ekan. Ikkita yo'l olaman. Ana bo'ldi. Menimcha hech narsa o'zgarmaydi. Baribir bu yerdan ham qilish kerak-da. Zinani o'zi bizga nima keragi bor? Olib tashlaymiz. Nima qilib olib tashlayman? Yog'och qo'yib qo'yamiz. Ana bo'ldi. Teng turibdi endi. Bu tarafda yog'och olsa bo'ldi. Qo'ydik. Endi normalniy bo'ldi. Biz suv ola olmaymiz. Chunki bizda temir yo'q. Shuning uchun hozir ko'p bu va fakellar yasab, let's go. Kompaktga harakat qilamiz. Obunachilar, mana biz uzun yo'l kavladik va shuncha narsaga ega bo'ldik. 20 ta temir ham bor. Temir bronyaga aslahaga yetadi. Bronyaga esa yana topaman. Yo'limda redstone chiqqani uchun qaytdim, bo'lmasa qaytmasdim. Yuqori qo'yganimiz bir tomondan yaxshi bo'pti. Hech narsani kutib o'tirayotganimiz yo'q. Shunday pishirib pechkan ko'pligi ham zo'r ekan. Avval men kam ishlatardim. Endi ko'proq ishlatyaptik. Chiroyliroq o'sish uchun akat mana bu tarafdan ham tushdi. Endi yonrog'iga ekib qo'yaylik bularni. Samashda tur. Yo'q. Nima bilaman, mamroqda tur. 40 ga yetsa bo'ldi. Paqir, temir 40, bir bolta, qilich.
tushamiz. Mana redstone'ni olganimizdan keyin video tugaydi. 100% bilan aytaman. Bu yerden çıkışımı istemayapti. Nima bo'la Minecraft? Hop bo'ldi obunachilar, redstone'lar hop bo'ldi. Shu yerda o'zida videomiz tugaydi. Barchaga tomosha uchun rahmat, sizlar bilan cheater bo'ldi. Barchaga xayr.